Assalomu alaykum hammaga YouTuberlar va YouTube'ga qiziqadiganlar. Men Elbek Nabiyev. Bugungi darsimizda qanday qilib to'g'ri YouTube kanal ochishni eng tez va oddiy usulni o'rgatib o'taman. Kanalimizda bundan avval chiqqan yo'nalishlarni bepulga o'rganib, bemalol yangi kanal ochib, mana shu yo'nalishlar orqali YouTube yuritishni boshlashingiz mumkin. Biz hozir hammasini telefonda o'rganamiz. Undan avval esa sizlarga Telegram kanalni tavsiya qilib o'taman. Telegramga kirib, Elbek Nabiyev deb yozasiz yoki kanalda profilda bo'ladi. Baza kanalimga montaj uchun materiallar tashlab boraman, hamma shablonlarni bepulga beraman. Undan tashqari bizda o'zimizga yarasha xizmatlarimiz bor. Nomer tasdiqlab berish xizmati, kanal ochib berish xizmati professionallik qilib bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Va o'quvchilarimda natijalarni ham o'sha yoqqa tashlab boraman. Bo'lmasam qani ketdik, telefonda noldan kanal ochamiz. Demak, telefonda kanal ochishni boshlaymiz. Buning uchun biz Google'dan albatta yangi akkaunt ochib olishimiz kerak. Buning uchun Google'ga bosamiz. Yuqoridagi rasmchani bosamiz o'ng tarafdan. Qayerlarda bosishimda qizil strelka bilan ko'rsatib qo'yaman. Bu yerdan akkauntlarni pastga tushiraveramiz va add another account bor, ya'ni добавить новый akkaunt chiqadi. Plus bosamiz shuni. Chiqarib bizdan telefoningiz parolni so'raveradi. Shunaqa menu ochiladi. Create account deb bosamiz. My personal use deb bosamiz, ya'ni для личного использования bo'ladi birinchisi. Ism, familiya yozamiz. Bu yerda farqi yo'q. Men o'zimnikini kiritib qo'yaman. Siz kanalingizga kiritib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerdan yilingizni, masalan, umuman iloji bo'lsa 18 yoshdan katta kiriting, 18 yoshga to'lmagan bo'lsangiz ham, bo'lmasam har xil muammolar bo'lishi ehtimoli bor. Bu yerga jinsingizni kiritasiz va next deb bosasiz. Bu yerdan username yaratishingiz kerak. Eng pastiga bosamiz, create deb bosamiz. Xo'p, men misol uchun Elbek Nabiyev Amerika deb qo'yaman, 77 masalan. Siz bo'lsa sal chiroyliroq qo'ysangiz bo'ladi. Bu yoqqa endi parol kerak. Parol yozdim, next deb bosamiz. Va next deb bosamiz yana. Pastga tushiramizda yana ko'k tugmani bosamiz va Gmail ochildi do'stlar. Endi davomini men allaqachon ochib olgan kanalimdan ko'rsataman, ancha vaqt tejaymiz. Buning uchun Chrome'ga kiramizda ochgan akkauntimizdan tanlab olamiz yuqoridan, ya'ni mana bu rasmchadan va qidiruvga yozamiz YouTube Studio deb. YouTube Studioga bosamiz. Undan avval bu yoqdan desktop saytda bosib olishimiz kerak, ya'ni kompyuter versiya bo'lib ochiladi do'stlar. Mana do'stlar, kirib oldik. Bu kanalda men pulli kursda ochib ko'rsatib bergan edim. Buni yuritmayman. Ko'rishingiz mumkin, bu yoqda nima chiqadi. Birinchi o'rinda biz dizaynni sozlab olamiz. Yuqorida mana izmini degan joyga bosib, bu yoqdan mana shu tugmaga bossak, galereyamizga olib kirib ketadi va banner esa banner qo'yishimiz kerak bo'ladi. Va kanal uchun rasm, ya'ni avatarka, bu yoqda ham izminit tugmasi bor. Izminitni bo'lsa galereyamizga olib kirib ketadi va rasm tanlab qo'yamiz. Bemalol sun'iy intellekt orqali yasashingiz mumkin. Bu yoqda naзвание kanali joyiga ism yozamiz. Men masalan Spartan Craft deb qo'yganman. Va pastida kanalimizda username turadi va описание kanali bor. Описание kanalini yozdirishimiz kerak. Misol uchun ChatGPT ga kirsak bo'ladi. Men oson yo'lni ko'rsatyapman. Aslida analiz qilib, raqobatchilarga mos qilib, optimizatsiya qilib ochamiz. Sizlarga esa oson yo'lni ko'rsatyapman. Masalan, aytishimiz mumkin. Menga Tales Hop yo'nalishidagi kanal uchun tavsif yozib ber. Ingliz tilida deymiz. Va ChatGPT yozib beradi bizga tavsifni. Bemalol shu yoqdan olsangiz bo'ladi boshlanishiga. Mana shundoq copyright qilasizda, nusxalab turib bu yoqqa qo'yib qo'yasiz. Men bo'yicha ancha takomillashtirib, chiroyli qilib yozganman. Va eng pastda kanalda logosi bor, ya'ni videoni chekasi ko'rinib turgan rasm. Buni ham izminitni bosib turib, galereyangizga olib kirib ketadi. Bemalol o'sha yerdan to'g'rilashingiz bo'ladi. Yuqorida vkladka degan joyi bor. Mana bu narsasida ochiq turadi. Buni yoqib qo'yishimiz kerak. Va bo'ldi. Endi kanalda ichki sozlamalarni qilish kerak. Pastda belgi bor, nastroyka belgisi, shuni bosasiz ustiga. Olib kirib ketadi. Birinchisi valyuta doim Amerikada turish kerak, ya'ni dollarda turadi. Kanal bo'limiga o'tamiz. Kanal bo'limida bizda strana tanla deyapti, ya'ni davlat. Biz Soединенные Штаты qilib qo'yamiz, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari turadi. Pastda ключ bo'lishi kerak. Kanalingizda ключi, buni ham ChatGPTdan olsangiz bo'ladi. Masalan, Tales Hop, Edimirash, qanaqa yo'nalishda bo'lsangiz, o'shunga oid trend gaplarni yozib qo'yasiz. Va ikkinchi bo'lim bor, расширение настройки. Bu yoqda 3 ta narsa tanlash chiqadi. Mana bu. Birinchisida tursa faqat yosh bolalar uchun bo'ladi. Eng pastda tursa faqat kattalar uchun bo'ladi.
Biz o'rtasiga qo'yib qo'yishimiz kerak. Kattalar uchun ham, yosh bolalar uchun ham mos keladigan qilib. Va 3-bo'limga o'tamiz. Birinchisi avtomatik tarzda yonadi. Ikkinchisini biz nomer tasdiqlab yoqishimiz kerak. Bu yoqda nomer kiritish tugmasi bo'ladi. O'sha tugmani ustiga bossak, nomer kirit deydi. Nomerni olasiz, kopировать qilasiz, kodini yozasiz. Nomerni albatta bizni Telegram kanalimizdan sotib olishingiz mumkin. Uchinchisi kanal tarixi videolar yuklab kanalingizni aktivini o'chirsangiz, o'zi avtomatik yonadi. Yoki bizda kanal tarixi bilan birga American kanal ochib berish xizmati ham bor professional qilib. Va chap tarafdan 3-siga o'tamiz. Загрузка video. Bu yerda nazvaniyaga biron bir nom yozib qo'yishingiz mumkin. Har safar videolaringiz o'sha nom bilan chiqishini xohlasangiz. Agar bu yoqqa shart emas. Va bu yoqqa pastga описание. Bu videoning описанияsi har safar videoning tagidagi tavsif yozilib qoladi. Shu yoqqa yozib qo'ysangiz, buni ham ChatGPTdan olishingiz mumkin. Pastdagi narsa открыть доступda turishi kerak doim. Ya'ni o'sha zahoti video yuklanib ketadi va pastda tegi. O'sha videongiz nima haqida bo'lsa, o'shanga oid teglar yozasiz. Men Minecraftga oid teglar yozib qo'yganman. Buni ham ChatGPTdan olishingiz mumkin. Va o'yin tarafiga o'tamiz. Bu yerda kategoriya bor. Kategoriyadan siz kanalingiz qaysi yo'nalishda bo'lsa, o'shani yozib qo'yasiz, ya'ni tanlab qo'yasiz. Men o'yin yo'nalishidagi kanal bo'lgani uchun igrani tanlab qo'yganman. Va pastda yoziq video bor. Bizniki ingliz tilida bo'lgani uchun angliskini tanlab qo'yganman. Pastdagisiga ham xuddi shunday angliskini tanlab qo'yasiz. Tugadi. Bu yoqda razрешение bor. Bu yoqlar bizga unchalik kerak emas. Пригласить bosib boshqa Gmail hisobni qo'shib olsangiz bo'ladi. Ya'ni kimdir kanalingizga kirishni xohlasangiz, qolgan joylarga unchalik tegmaymiz. Bo'ldi, сохранить bosamiz. Kanalimiz tayyor bo'ldi. Sozlamalarni tayyorlashingiz kerak va mana bu profil qismidagi dizaynni chiroyli qilib tayyorlab chiqishingiz kerak bo'ladi. Undan keyin bemalol kanalga video yuklashimiz mumkin. Agar to'g'ri video yuklash darsligini ham chiqarishni xohlasangiz, kommentariyada yozib qoldiring va videoga like bosing do'stlar. Do'stlar, bu eng oson usuli edi. Agar siz professionalni American kanal ochtirmoqchi bo'lsangiz, o'zingiz mustaqil ocha olmasangiz, biz yana ham professional qilib noldan kanal ochib beramiz. Biz VPN va proxy yordamida Amerika region qilib ocha olamiz, ya'ni O'zbekistondan turib emas, xuddi chet eldan turgandek qilib va kanal tarixini o'sha zahoti yoqishda ham sirlar bor do'stlar. Va bizdan kanal ochtirsangiz, 1 oy davomida kanalingizga oid savol-javoblar bo'lsa, bemalol savollaringizga javob beramiz. Xizmat narxi 197 ming so'm. Bu yerda ko'rsatilgandek ochilmaydi, umuman boshqacha ochiladi. Bemalol adminimizga yozib kanal ochtirishingiz mumkin. Faqatgina 1000 ta obunachi bilan 4000 soatda o'zingiz yig'ishingiz kerak bo'ladi. Keyin do'stlar, men 2026-yilda shogirdlarni ko'paytirmoqchiman. Shuning uchun agar siz noldan American YouTube'ni telefondan pul ishlashgacha o'rganmoqchi bo'lsangiz, sizga YouTube Start noldan kursimda tavsiya qilaman. Bu kursda hamma narsa bor. YouTube kanalni to'g'ri ochish, yo'nalish tanlash, materiallarni topish, Gmail ochish, sozlash, video yuklash, kanalda dizaynni professional yasash, sun'iy intellektni ishlatish, mualliflik huquqini yo'qotish, strike'ni qaytarish, AdSense, Swift va bankdan pul yechish ko'nikmalari bo'ladi. Kanalda analiz qilish, nakurt ko'rish, jonli efir qilish, kanal ko'chirish va daromad usullari o'rgatiladi. Eng zo'r yo'nalishlar bor. YouTube'da hech qachon chiqmaydigan Roblox, Minecraft, Education, Asmr va boshqa editing yo'nalishlari bor. Jami 50 tadan ko'p dars bo'ladi, har oy qo'shilib ketadi. 24 ga 7 poddershka bor, qo'llab-quvvatlash, savol-javob uchun maxsus guruh bor va haftada bir marta jonli dars bo'ladi. Bunaqa kurslar odatda 1,5 milliondan 10 milliongacha bo'ladi, lekin bizda atiga 597 ming so'mga o'qishingiz mumkin do'stlar. Hammani kutib qolaman. Professional tarzda o'rganib, agar ustoz bilan tezroq natija qilmoqchi bo'lsangiz, albatta qo'shiling. Hamma aytganimizni qilib barcha darslarni tugatsangiz, albatta natijaga chiqasiz. Hammani kursda kutib qolaman. Kanalga obuna bo'ling va keyingi videoda nimani o'rgatay, albatta yozib qoldiring.